Hop. Otur. Aha, asosiy shikoyat nimadan bo'lyapti? O'ting opa baq. Oyoqqa bostirmakdan shu. She'rimda jala. O'lmishda. Oyoqqa tortib og'riydi. İkisi. Ikkalasi ham. Qani o'girlikchi? Yo'q. Ha, bo'yinda İş kolumni ko'tartirmayman. ko'tartirmayman. Ha, bo'yinda, yelkada osteoxondroz. Og'riydimi shunda? Hop, chapga egiling. Og'riydimi? Mana bundacha og'riydimi? Yaxshi, tushunarli. Mana. Harakatlarda og'riq bormi? O'ngga qarang, chapga qarang. Bosh oldinga bosing. Og'riq yo'qmi? Bundacha. Bu yoqqa chiqing. Poyezdda kezalardan Charchaganlar. to'g'ri vokzalga olib kelyapman. Ha, vokzaldan. Aşağı oturup durayım. İş yerinden jala aldım düştüler. Ha, bo'g'imdan bor. İş oyog'im, ish yeri ostida. Yo'tikchi? Ha, bosh aqa, bosh u tomonga. Poyezdda keldingizmi? Og'riydimi shunda? Sizda ham kuchlimi og'riq? Suyaki ichi og'riydi. Bag'i ko'proq og'riydimi? Bu tomon, ha? Bu tomon ko'proq og'riydi. Основной mali bu yog'im. Tomaram orqasi, tomaram tortadi. Oyoqda isitma bor. Oyog'i o'zida. Oyog'i buklang. Og'riq bo'ladimi? Qitir qilyapti. Hop. Aylantiramiz. Og'riq bormi? Mana, bundachi. Uzating. Mana, ko'taramiz. Og'riq bormi? Mana, ko'taramiz. Og'riq bormi? Mana. Tushunarli. O'tiring endi. O'tirishingiz ham qiyin. Mana. Orqaga qilamiz. Og'riq bormi? Bundan bormi? Shu yerlarda bor. Mana. Bormi og'riq shunda? Yo'q. Bormi? Hop. Bellaringizni tekshirganimizda hop. Aytdilar. Bel umurtqasida osteoxondroz bor. Hop. Grija bor deyapti. L4 L5 nuqtada va L2 L3 nuqtada protruziya bor deyapti. Ikkilamchi stenoz holatlari bor. Spondilartroz bor deyapti. Anterolistes. Ya'ni siljish bor umurtqada. Bir kunlardan yotolmayman. Ha. Qaltis harakat bo'lganmi oldin? Yiqilmaganmisiz? Yiqilgansiz, ha? Shunday tushib, bitimlar tushganman. Aha. Oyoqim to'yib. Oyog'ingiz to'yib, ha. Umurtqa siljib qo'yibdi, opa. Bo'ldi, to'g'rilaymiz, xudo xolasa. Hop, endi tizzalaringizni tekshirganimizda
Şunu görüyorsunuz, şu kista var deb chiqarib beribdi 21'de görün. Ben onkologistga buyurdi deb yomon kasal o'xshaydi deb bormanimda. Shundan keyin shu 3 yarim shishib, shunda qo'zg'attirmay qolaveradi. Sizingizda artroz bor, xola, artroz. Va kuchli shamollash turibdi bo'g'imlarda. Yallig'lanish mana. Mana bu yerlari mana sog'lom turibdi. Bo'g'imlarni ko'rganingizda mana oppoq turibdi. Mana shu yallig'lanish bo'ladi. Vaspaleniya. Yallig'lanish, osteoxondroz mana. Bo'g'imlarni ko'ryapsizmi? Osteoxondroz. Mana qaqshab bor ekan u yerlarga. Mana oqarib turibdi mana shunday mana. Mana yana. Mana zakulecheniya. Hop. Osteoartroz. Hop, osteoartroz bor va tovon qismida shpora bor deyapti. Oyog'ingizda mana bu yer og'riydimi? Shpora bor deyapti. Mana tovonda shpora bor va tizzangizda, chap tizzangizda 3-bosqichdagi osteoartroz deb ko'rsatyapti. Osteoartroz degani suyak bo'g'imlarining yallig'lanishi hisoblanadi va yemirilishga moyilligi. Suyaklar shunday yerlar og'riydi. Qattiq og'riydi. Bo'ldi, davo choralarni amalga oshiramiz. Hozir abit qildingizmi? Abit qildingiz, ha? Hozir xolajon baqa qarang endi. Hop. Hozir mana umurtqalaringiz bir-birisiga kirishib qolgan xola. Bir-birisiga kirishib qolyapti-da. Shu atrofidagi nerv tolalarini qisishi hisobiga tog'ay to'qimi nerviga tegish hisobiga sizga anaqa ikkita tomonlama og'riq beradi mana oyoqlaringizga. Oyoqlaringizga og'riq berishi mana shu grija bo'ladi. Endi buni davolash uchun ko'proq sizni mana muskul to'qimalaringizni masaj qilib, yoki suyalaringizni cho'zadigan texnika bor. Manual terapiya degan uslubi bor. O'sha manual terapiyani qilamiz. Mana suyalarni cho'ziladi. Mana bu narsa orqaga qaytadi. Orqaga qaytgandan keyin biz mana qo'yib qo'yamiz. Masaj qilib turib cho'zamiz. Yallig'lanishni yo'qotib, yorug'i bitkizsak og'rig'imiz yo'qoladi. Keyin tizzangizni ham xuddi shu usulda masaj qilib, manual terapiya texnikalarini qilib, mana yemirilishlar borda sizda hozir, ya'ni mana ikkita suyakni o'rtasida mana nima bo'ladi? Tog'ay to'qimi mana yedirilish hisobiga sizni og'riqlaringiz shuni hisobiga bo'lyapti. Masaj qilganimizdagi o'shanaqa qoplama hosil qilib beradi. Ularni uyg'unlashtiramiz. Og'riq yo'q, jigarga. Jigaringiz nima bo'lgan? O'tim yo'q, olingan. Lekin har vaqt ham shu tarafida sanchiq bordi. Sanchiq bo'lib turadi. Yo'q, unga ziyon qilmaydiganlarni qilamiz sizga. Xavfsizlarni va o'sha jigarlaringizni o'zi bor, ha? O'ziga tushib ko'ramiz. Endi doktor bugundan boshlasin, xudo xolasa. Ha, bugundan boshlaymiz. Yotoq joylaringiz nelariniz hammasi bor axir. Ha, yotoq joylarimiz bor. Shu yoqqa o'tib, nima kerak bo'lsa o'sha vaziyatga qarab joy tanlaysiz o'zingizga mos xonani. Bu yoqda lecheniyalarni amalga oshiraveramiz. Endi nima bo'lsa shu ketguncha bir 10 kun bo'ladi. Bo'ldi. 10 kun bo'ladimi, necha kun bo'lsa ham davolanib, xudo xolasa yaxshi ketadilar. Mana jigarlarda ham bezovta bo'lar ekan, o'shanga ehtiyotkorlik bilan har tomonlama xavfsiz qilib beramiz. Birinchi jigar qatib qolib, yonidagi ziyon etadigan bo'lmasin deyman. Ha, bo'ldi. Men vaziyatga qarab ish tutaman. Davletingizni o'lchab qo'ying. Oyoqlarim shishib ketibdi oyoqlaringiz. Ya qo'ydi osilib. Oyoqlaringiz shishib ketibdi. Hozir qilamiz. Boshimdan og'rib tutib keldi-da, nabiram tushib ketdimi ya. Biz ovqatlansin, to'xtab. Rasmiyda. Yaxshi davletingiz 115 ga 70. Davleniya yaxshi. Hozir birinchi xonani tanlab yotasiz-da endi, to'g'rimi? Keyin menga chiqib kelasiz, muolajalaringizni boshlaymiz. Bo'sh qo'ying. Mana hozir men sizga kineziterapiya uslublarini qo'llayman mana. Bo'sh qo'ying.
Bo'sh qo'ying. Mana shu harakatlar oqibatida mana pastki bo'g'imlaringiz faollashadi mana. Muskullarni ishlatamiz shunda mana. Ha. Hop, oyog'ingizni mana kaftini o'zingizga torting. Qaytaring. Torting kaftini. Torting. Aha. Yaxshi. Aha. Yaxshi. Endi mana shu kaftlarni tortganingiz oqibatida mana paydagi mana boldir suyagidagi paylaringiz faollashadi. Bo'g'imlaringiz yaxshi tuzlari eriydi. Mana shuni torting o'zingizga. Qaytaring. Torting. Torting. Torting yana. Mana shu uslubda bel umurtqasini o'sha L1, L2, L3, L4, L5 nuqtalardagi va son suyagining muskullari, paylari faollashadi. Torting. Mana shuni kinezoterapiya deyiladi mana. Torting. 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 Aha, buklang oyog'ingizni. Hop, ikki yonga suring. Ikki yonga suring. Ha, suring yana. O'rtaga torting. O'rtaga torting. O'rtaga torting. Ana shu uslubda mana son chanoq qismidagi muskullaringiz ishlaydi, son chanoqdagi. Mana endi bo'sh qo'ying. Buni uzating. Bo'sh qo'ying. Opa. Shunda sezdingizmi belingizni chirqillaganni? Ana shu chirqillagan narsa, ya'ni qirsillagan narsa shu belingizdagi osteoxondroz grijalar hisoblanadi. Bo'sh qo'ying. Sezdingizmi qirsillaganni? O'zingiz ham yo'q ham eshitildi. Hop, endi mana tizzangizni bo'g'imlarini artrozlariga qilinadigan texnika mana. Bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Yaxshi mana. Oyog'ingizni uzating. Oyog'ingizni buklang. Bo'sh qo'ying. Sezdingizmi chiqillagan? Ana shu qirsillagan mahalda suyaklar o'zini joyidan siljib turib, o'z joyiga qaytadi. Ana shu vaqtda qon aylanishlar yaxshi bo'ladi. Artritlarning tuzalishi osonlashadi. Shunaqa yaxshi foyda beradi sizga. Sizlar sezyapsizmi? Bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Mana aylantiramiz. Bo'sh qo'ying. Zo'r mashqda bu. Uyda o'zim ham ishlayveraman. Mana mashq qilib turing. O'zi tuzalish bosqichiga to'liq o'tdingiz o'zi. Past qismiga qilinadigan kinezoterapiya uslublari, manual terapiya texnikalari hisoblanadi. Og'riq qolganda bo'lyaptimi, yo'qolganda bo'lyaptimi? Aytyapman shu. Ishimda borda og'riq. Chetda. Xolajon, baq yonchalab yoting. Qo'lingizni bir-birisiga bundoq kirishtiring. Uzating. Yelkangizni, belingizni bo'sh qo'ying. Nafas oling. Oling. Nafas oling. Oling. Yaxshi, mana chiqillaganni sezdingiz, qirsillaganni. Ana shu qirsillagan mahalda birinchi kuni aytdim-ku, siljgan suyak bor dedim-ku. Shu siljib qolgan umurtqa joyiga keladi shunda. Va grijani tuzalishi osonlashadi. Yonchalar. Bu tomonga yonchalagan.
Yaxshi bo'lib ketsa. Inshaalloh, albatta. Shunchalik bo'lib qoldingiz-ku. Chiqaring. Nafas oling yana, chiqaring. Yaxshi. Osmonga qarab yoting. Bo'sh qo'ying. Bo'shashtiring. Yaxshi. O'ngga qarang. Bo'shashtiring, bo'shashtiring. Zo'r, yaxshi. Endi o'tiring ona. Qarab o'tiring. Qo'lingizni bosh orqasiga qo'ying. Yelkangizni bo'shashtiring. Zo'r. Klass. Xo'p, onajon. Hop, yoting endi osmonga qarab. Nima qildi? Ha, yoting. Ash qirsillaganlarni eshitilib turadi-da unda. Yoting, osmonga qarab. Osmonga qarab. Ha, yoting. Qirsillatishlarni qilib bo'ldim. Hop, mana oyog'ingizni ko'targanimda og'riqlar qayerga kelyapti? Ya'ni bormi birinchi kunga og'riq? Zam chekdim, uyimda bor. Shu yerda o'zida qoldi. Hop, mana. Bundachi? Bir toz tarafda bor. Hop, mana ko'targanimizda. Oylantirganda. Shu tozda bor edi. Tazda bor. Hop, endi yonchalab yotib sekin o'tiring. Mana ushlagan. Tashlab yuboring. Shunday holatda yuring menga. Birinchi kunlari rosa qiynalayotgandingiz-a? Ha. Hop, yuring. Ha, lohasliklar, kuchsizliklar yo'qolganmi? Yaxshiman. Yaxshi. O'zga yaxshi o'zgarishlar. 50, 90, 70. Shu bilan ikki dizam bilan o'sha yerda bitta bor inshaalloh. Ha, ozgina qoldi. Ha, ozgina bor shu yerda. Ha, mana umumiy hisobda qolajak mana. Umumiy og'irligingizni olsangiz, o'shandan bir 70% yo'qoldimi hech bo'lmasa? Ha, yo'qoldi. 70% yo'qoldi. Ha. Hop, endi mana qolgan 30% bor-ku xolajon. Endi bu yoqqa chiqing, o'tirib oling. Bunga chiqib o'tirib oling. Endi mana umumiy hisobda mana 100% og'rig'ingizdan 70%lar yo'q bo'lib, 30% qolgan bo'lsa, mana misol uchun, ha? Endi uni to'liq natijaga erishish uchun ozroq vaqt kerak. Ayniqsa mana manual terapiya, kineziterapiya texnikalarimizni natijasi bir 15 kunda seziladi, to'liq natijasi. Hozir mana 10 kun muolaja oldingiz, sizni shikoyatlaringizga bu kamlik qiladi. Ya'ni tizzada muammo edi, mana to'piqda edi, muskul tizimlaringizda, belingizda osteoporozlar, siljishlar qo'shilib qolgan edi-da. Undan tashqari spondiloartroz degan narsalar bor. Undan tashqari yelka bo'yinlaringizda umumiy umuman uxlab bilmaydim, yaxshi uxlayapman. Uxla yaxshi. Yaxshi. Asosiysi uyqu joyiga keldi. Shu nerv tomirlarim qisqarib yo'qolib qolgandek tuyuladi dedi. Oyog'imni tartibda yurolmay qoldim shundan. Endi men shu qaytalanmayman ekan deb qo'rqaman-da shu. Xudo xolisa qaytalanmaydi. Telefonda bo'lib turamiz. Qaytalanmaydi inshaalloh. Shuncha mehnat bo'ldi, shuncha vaqt sarflandi. Va Xudodan so'rab turamiz, yana ham yaxshi bo'ladi. Shu standart lecheniyadan to'liq amalga oshirildi. Qo'shimcha tavsiyalarni qilib turasiz. Sizlarga umumiy hisobda yaxshi Xudo xolisa. Yaxshi. Uyqularingiz yaxshi bo'ldi. Yana nima bo'ldi? Shu oyog'imda so'rab oladi dedim imonada. Sudrati. Ko'taraman rasmiy shu tomir tortishning hisobiga dedi. Hozir ko'tarib yuraman.